Masih hazırlaşıyorsun Türkiye. 8 kilo ekan aka. Bittasi yerda turibdi. Hop. 8 kilo. Aka hozir ikkinchi o'rinda ketyapsiz. Ikkinchi o'rinda qolyapsiz. Aka. 1 kilo 540 gram. Ulug'bek akamiz birinchi o'rinni olyapti. Xo'p, Muslimbek. O akada ham bitta katta bor edi. Sanoga ekan. 6 kilo 640. Birinchi o'rinni kim aka? 3-o'rinni podarkasi. Qo'limizdan kelgancha. Kantarona, qarmoq, leska, молочница, sadok. Uka, rozi bo'lasiz? Roziman. Qulluq bo'lsin. Qulluq rahmat. Pul olsun aka. Pul olsun. Ikkinchi o'rin Hasanbek aka. Aka, ikkinchi o'rinda oldingiz. Haloli pok aka. Qulluq bo'lsin, 1,5 kilo bo'ldi. Aka, qarmoq, katushka, leska, sadok. Aka, rozi bo'lasiz? Qulluq bo'lsin aka. Akangiz kelsin. Qulluq bo'lsin aka. Barakasini Birinchi o'rin bersin. Ulug'bek akamiz. Ikkinchi o'rin oldilar. Birinchi o'rin Ulug'bek akamiz qo'limizdan kelgancha aka. Qarmoq aka, katushka aka originalidan leska, is ashaqa xullas sadogi bilan aka. Qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsinmi? Pul olsun aka. Barakasini bersin. Birinchi o'rinni oldilar aka. Akam birinchi o'rinni oldilar. Sog' bo'lasiz aka. Xo'p, avval Mayak yo'lida biz Xumoqush bilan Farg'ona bir joydagi hamkorligida bugun zo'r tomoshalar bo'ldi. Albatta kelinglar. Avval Mayak yo'limizda biz mazza qilib damlarda olib, baliqlar ovlab, Zokirjon. Nima deysiz? Mazza qilib dam olib ketishaversin. Lokatsiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Kirib bemalol kelsalang bo'ladi. Necha kun, haftaning necha kun ishlatib bo'lasiz aka? Haftani 6 kun ishatdaman. Yakshanbada. Yakshanbadan kun dam. Menga xolos. Lekin ko'l ochiq. 20ga 24 ga 7 ko'l ochiq. Ekranga nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefonlash, Shahror aka bilan telefonlash kelaverasizlar. Lokatsiyasini Telegram kanaliga ham qo'yib qo'yaman. Nomeringizga telefon qilib Telegramdan yozsa tashlab ham beraverasiz. Tashlab ham beraveraman. Lokatsiyasini mana. Ko'l вообще chiroyli. Hamma sharoiti bor mana. Ko'rib turibsizlar. Juda odam ham ko'p bo'lar ekan. Maza qilib o'ylab kelsalar ham bo'ladi. Bugun ham mana 100 necha kilo tashaldi? 20 kilomi yo 100 kilomi? Keling 100 kilo deylik. 100 kilo. Lekin pilusi bor. 100 kiloga pilusi bor. Lekin biz 100 kilo deymiz. 100 kilo bugun ham baliq tashlangan mana. Ko'pchilik baliqni ushadi. Adam bilan keldi bugun. Biz endi ushalmadik-ku. Qaytyapmiz endi sekin. Ahror aka, ishlarga rivoj bersin aka. Qaytaverdik aka. Kelganlarga rozi bo'linglar, tog'ajon. Xafa bo'lmasdan, ha. Qo'limdan kelgan. Yana kelinglar. Yana kelinglar. Hop. Aka, mayli aka. Hop, sog' bo'ling. akalar, like'ni bosib qo'yamiz, podpiska. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha.